Mo'min Mirzo va biz Andijon davlat texnika institutidan keldik. O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti 4-kurs talabasiman. Qarshi shahridagi Iqtisodiyot va pedagogika universitetidan jamoamiz bilan birga keldik. Birinchi bosqich savollar o'ylaganimdan anchasi oson tushdi. 93% lik natija ko'rsatdim. Birinchi turdagi savollar asosan biroz qiyinroq bo'ldi. Birinchi bosqich ko'ngildagidek juda ham zo'r. Savollar ham yetarlicha qiyinligi ham bor, lekin osonligi ham bor. Ko'ngilda o'tdi. Ikkinchi bosqich juda ham qiziqarli bo'ldi. Ayniqsa boshida talabalar ishtirok etayotgan insonlar bilan birga tanishib oldik. Ikkinchi tur ham juda ham chiroyli o'tdi. Unda ham alohida xonalar bor edi. Hamma sharoitlari bor va savol ham juda ham oson edi. Ishlab chiqdik. Endi xudo xolasa hammaga omad. Tak, xudo xolasa birinchi o'rin kutyapman, chunki hammasi bilmadim, ichimda o'zim his qilganim uchunmi, xudo xolasa birinchi o'rinni olib ketamiz. 2025-yilda Zarmet tomonidan amalga oshirilgan shu birinchi respublika fanlar olimpiadasida ishtirok etganimdan xursandman. Taassurotlarim juda yaxshi. Birinchi olimpiadaga qatnashishim, hozirda 3-o'rinni oldim. Nasib bo'lsa, keyingi olimpiadaga qatnashsam, birinchi o'rinni olish niyatim bor. Tashkilotchilarga, o'zimizning rahbariyatlariga katta chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringizga rahmat. Taassurotlar a'lo darajada. Universitetga yetib kelganimizdan, kutib olishdan va taqdirlashgacha hammasi professional o'tkazilgan ekan.